Assalomu alaykum, xormanglar. Ekraningizga diqqatinglarni qaratasizlar deb o'ylayman va bugungi qisqa qotib qolgan fikrlarga qarshi yana javobimizni beramiz. Albatta sizning fikrlaringizni kutamiz. Albatta sizdan kelgan izohlarga nisbatan olingan. Bu asosiy izohlar Instagram tarmog'ida kelgan. Shu sababdan qisqacha to'xtalib o'tadigan mavzuyimiz O'zbekistonda bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi muammolar ortib bormoqda. Biz 2023-22-yillarda ham bu narsani aytganmiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasida birinchi muammo o'sha ekinlarda urug'larning xorijdan sotib olinishiga to'liq bog'lanib qoldik. Urug'chilik orqaga ketdi. Natijada ko'plab mahsulotlarni ekkandan keyin qayta ulardan urug' ola olmaymiz. Ya'ni urug'ini xorijdan sotib olishimiz kerak. Urug'chiligimiz orqaga tortib ketdi. Lekin bugungi mavzuyimiz chorvachilik va go'sht mahsulotlari haqida. Siz ko'rib turgan Belorusiya, Mongoliya, Pokiston, Hindiston kabi davlatlardan biz samolyot orqali go'sht olib kelyapmiz, qoramol olib kelyapmiz. Bu juda katta valyutani O'zbekistondan chiqib ketishi degan. Lekin bundan 10 yil oldin boshlangan edi. Buni sababi nima uchun e'tibor berishmadi? O'zbekiston dalalari payhon qilindi. Fermerlarning ekinlari payhon qilindi. Ularning yerlari tortib olindi. Ba'zida parchalanib bo'lib berilgan bo'lsa, ba'zida esa birlashtirib katta bir fermer xo'jaligiga berildi. Undan keyin klaster masalalari chiqdi. Xo'p, fermerlarning o'ziga tadbirkorda biz qachon qarashni boshlaymiz? Dunyodan tajriba olishimiz kerak emasmidi? Nima uchun fermerni feodal davlatlar kabi ishlatib, uning tutganini o'zimiz yig'ishtirib olishimiz yoki biz aytgan narxda uni sotishga majbur qilishimiz kerak? Buning natijasini mana 10 yillar o'tdi ko'ryapmiz. Bugun O'zbekiston o'zini o'zi go'sht bilan ta'minlay olmaydigan davlatlarga qarab qoldi. Nima uchun? O'zbekiston yog'ni ishlab chiqaruvchi katta bir davlat hisoblanadi. Bizda yog' qayta ishlab chiqariladi va paxta chigitidan yog'dan tashqari mol uchun ham yetarlicha ozuqa mahsulotlari olinadi o'zi aslida. Lekin bu juda qimmatga tushadigan bo'lib qoldi. Dalalarda hayvonlarni mahalliy aholi boqib o'tlatish uchun joy topa olmay qoldi. To'g'ri, urbanizatsiya jarayonlari, buni tabiiy tushunishimiz kerak. Lekin buni hech kim atayin qilmayaptimikan? Biz natijada chet eldan ma'lum bir guruhlarning qo'lida qolib ketdi O'zbekistonga go'sht kirgizish. Xo'sh, dalil bo'lmagandan keyin gapirish qiyin deysizmi? Internetda ochib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Biz bugun karantin punktlari nima tashkil qilmayapmiz? Turkmaniston, Tojikiston, Afg'oniston, Qirg'iziston, Qozog'iston hududlarida. To'g'ri, mana Qirg'iziston, Qozog'iston bizga go'sht kirgizishni taqiqlab qo'yishdi, lekin Afg'oniston va Turkmanistonning karantin hududlarini, Tojikistonga karantin hududlarini tashkil qilib, o'zimizning xodimlarimizni olib borib qo'yib, chorva mahsulotlarini olib kelib sotishni ildamlashtirishimiz mumkin edi. To'g'ri, buni ustida ishlayapti deyishingiz mumkin, lekin asl muammo bizni import mahsulotlariga bog'lab qo'yishga qarab ketmayaptimikan? Ichkaridagi imkoniyatlarga nimaga yo'l berishmayapti? Savollar juda ham ko'p. Men buni tushunishga harakat qilyapman. Balki meni javobim ham bordir. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Jamiyat bu haqda fikr yurityaptimi?